ayol kishiga boshiga mana dunyoga keldi, shu imtihon tugamaydi. Hech qachon. Eng azizalarga kundoshlik imtihoni beriladi. Alloh taolo kimni kundoshlik bilan sinayotgan bo'lsa, bilinglar, qalb imtihonini yashayaptilar. Ularni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Shu uchun ularga mana shuni beradi. Ular yomon ayol bo'lgani uchun, eri bilan urushgani uchun, boshqa qilgani uchun emas. Ular qalbi Alloh taologa yaqin bo'lgani uchun, yo'qi qalbida Allohdan ko'ra eriga muhabbatini ziyoda qilgani uchun Alloh rashq qilib ularga kundosh azobini berganlar bo'ladi. Bo'lmasam Oysha onamiz kundoshi bo'larmidi? Shunday mutahhara-ku ular. Mutahhara ular.